Ulug'bek tumanida qasr uy xohlaganlar uchun bu uyimiz bag'ishlanadi. Inshaalloh hozirdan niyat qilib qo'ying. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. Uyimiz ko'ryapsizmi? Bu yerda alohida joy tashab keltirgan, bu yerda ko'ryapsiz. Alohida uyimiz bo'ladi. Hozir birma-bir sizlarga ko'rsatib o'taman. Iloji boricha videoni o'tkazib yubormanglar. Bu uyimiz haqiqatda qiziqarli va mazza qilib ko'radigan uyimiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Hozirdan уже mazza qiladigan joylardan biri. Yuringlar, endi hovlisiga kiramiz. Bu uyimizning hovli ko'rinishi bo'ladi. Hovli ko'rinishini ko'ryapsiz. Haqiqatda juda ham chiroyli qilib ketgan. Fasadlari toza travertindan ishlatib ketilgan. Yashil hududlariga e'tibor bersanglar, haqiqatda bitta like qo'yib qo'yishga arziydigan bo'lib turibdi. Bu joylarga e'tibor bersanglar, toza onyx toshlardan foydalanib ketilgan. Endi sizlarga uy ichini ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizning birinchi qavatda bo'ladi. O'ng tomonimizda bu yerda oshxona qilib ketilgan. Oshxonalariga e'tibor beringlar, haqiqatda zo'r qilib ketishgan. Mana bu joyiga e'tibor beryapsizmi? Bu toza kvars toshlardan iborat bo'ladi. Yuringlar, keyingi xonaga o'tib ketamiz. Bu yerda keyingi xonamizda bu yerda zali bo'ladi. Gastoy xonasi. Gastoy xonalariga e'tibor bersanglar, haqiqatda zo'r qilib ketilgan. Bu yerda yozgi basseynga chiqib ketadigan zonasi va barbeku zonaga chiqib ketadigan zonasi bo'ladi. Endi keyingi xonaga o'tib ketamiz. Bu yerda aytganimdek hol bo'ladi. Holdan bu yerda birinchi qavat uchun spalniya qilingan. Ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan. Ko'ryapsiz, bu tomonlariga ham e'tibor bersanglar, o'zini sanuzullari ham qilib ketgan. Mazza emasmi akam, mana buni qarang. Inshaalloh niyat qilib qo'ying, bizga ham nasib qilsin. Bu birinchi qavat uchun sanuzul bo'ladi. Bu birinchi qavat uchun aytganimdek sanuzul qilib ketilgan va bu tomonda aytganimdek ikkinchi qavatga va podvorga tushib ketadigan zonasi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu uyimizning ikkinchi qavati bo'ladi. Ikkinchi qavatiga e'tibor beringlar. Zinalari juda ham qattiq qilib ketilgan. 10 ga 30 qilingan. Bu degani nima desanglar, mana bemalol bunda oyoqingizda tushadi-yu, bemalol qiynalmasdan chiqasizlar. Bu yerda unaqa baribir bu yerda standartiga javob berib ketadigan darajada qilib ketilgan. Ko'ryapsizmi? Mana lustralarga e'tibor bersanglar, bir ham yaxshi qilingan. Mana buni materiali bor-ku, shunaqa mazza qiladigan material ekan. Ko'rsanglar, bu yerda endi koridori bo'ladi. Endi hol qismi bu yerda mebelni qilib ketilgan. Bu yerda mebel va u tomonda mebel qilib ketilgan. Bu tomonda ikkinchi qavat uchun общий sanuzul qilib ketishgan. Sanuzullariga e'tibor bersanglar, haqiqatdan mazza qiladigan darajada bo'lib turibdi. Endi keyingi xonalariga o'tib ketamiz. Bu yerda yana bitta ota-onalar uchun yotoqxona qilingan. Voy, mana ko'ryapsizmi ota-onalar uchun yotoqxonasini? Mana bu mebellarini rangiga e'tibor bersanglar bor-u, mazza qiladigan darajada bo'lib turibdi-da. Bir-biriga kombinatsiya haqiqatda zo'r qilingan. Sizlarga bitta ma'lumot aytib o'taman. Bu uyimizda hammasi Alisa tizimi va chiller sistemasi bilan foydalanib ketilgan. Kolonkalargacha tashab ketilgan, ko'ryapsiz. Endi bu ota-onalar uchun yotoqxonasini, o'zini sanuzulini ko'rib ketamiz. Bu ota-onalar uchun o'zini sanuzuli bo'ladi. Sanuzullariga e'tibor bersanglar, sizlarga bitta ma'lumot uchun aytib o'taman. Mana bu joyiga e'tibor bersanglar, hamma mebellari toza italyanskiy va har bitta joyi, har bitta narsasi toza italyanskiy va chet davlatdan olib keltirilganligiga sizlarga kafolat berib olamiz. Chunki egalarimiz haqiqatda aytyaptilar, juda ham sifat bo'yicha va premium segmentda bo'lgan uyimiz bo'ladi. Keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Endi bu yerda ko'rsanglar, bu yerda mebellari qo'yilgan. Bu yerda balkoniga chiqib ketadigan zonasi. Endi balkondan bu xonaga o'tib ketamiz. Bu yerda endi detskiy spalniya qilib ketilgan. Ko'rsanglar, detskiy spalniyalari ham haqiqatda yaxshi qilib ketilgan. Qiz bola farzandinglar uchun joy qildirib ketishgan. Mana bu joylarga e'tibor bersanglar, yumshoq qilib qo'yilgan. Haqiqatda mazza qiladigan joylar. Mana shkoflari ko'rsanglar, haqiqatda yaxshi qilib ketishgan. Endi keyingi xonasiga o'tib ketamiz. Spalniyasidan shundoq chiqqanimizda bu yerda yana bitta yotoqxona qilingan. Bu yotoqxonasiga bir e'tibor beringlar. Ko'ryapsizmi? Bu yotoqxonasini bir krupniy olib berishga harakat qilaman. Bu yerda ham bitta katta farzandinglar uchun joy qildirib qo'ysanglar bo'ladi. Haqiqatda yaxshi qilib ketishgan. Bu yerda o'zini sanuzuli bo'ladi, ko'ryapsizmi? Maksimal darajada har bitta xonani o'zida sanuzul qilib ketishga harakat qilishgan. Bitta detskiy spalniyasida o'zini sanuzuli bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? Mana bu joylariga, shkoflariga bitta sizlarga aytib o'taman. Shkoflari haqiqatda premium segmentdaligini bitta tomondan bilsanglar bo'ladi. Shkof ochganinglarda mana bu svetlari yonib beradigan bo'lib turibdi. Bu shkoflari ham sifat bo'yicha haqiqatda zo'r qilib ketishgan.
Ko'rdinglar mexanizmini haqiqatda bitta layk bosib qo'yishga arziydi. Endi sizlar bilan podvolga tushamiz. Uyimizni podvolga tushish qismi bo'ladi. Sekin podvolga tushib boramiz. Podvolga tushishimizni ko'ryapsizmi? Svetli o'zi avtomat yonib beradi. Endi sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Mana bu yerda отопление tizimi qilib ketilgan. O'zini uyiga отопление tizimi yuragi bo'lgan va bu tomonni ko'rsanglar, bu yerda yana bitta xona tashab ketilgan. Xonasiga bu kattagina xona tashab ketilgan. Bemalol nima xohlovchilar uchun bu yerda xohlasanglar namozxona, xohlasanglar boshqa formatda foydalansanglar bo'ladi. Bu tomonda endi filtr tashab ketilgan. Buni ishini yopib qo'yamiz. Xalaqit bermasligi uchun. Yuringlar, endi keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Mana bu tomonni ko'rsanglar, bu yerda endi общий podvol uchun garderob xona bo'ladi. Qishki kiyimlarni bu yerga saqlab qo'yish uchun bo'ladigan joyi bo'ladi. Endi bu xonaga o'tib ketamiz. Bu xonada sportzal xonasi qilingan o'zi. Bu yerda oynalar qilib qo'yilgan. Sportzal xonasi xohlasanglar, bu yerda kinoteatrning zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladigan joyi. O'zinglarning ko'zinglar bilan ko'rdinglar, xudo xolasa, to'g'risini aytaman, haqiqatda zo'r qilib ketilgan, maksimal darajada foydalanib ketilgan. Uyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida Choyxona salon bor, orientiruvchi choyxona salonida joylashgan uyimiz bo'ladi. Uyimiz 4 hududdan iborat, haqiqatda zo'r qilib ketilgan, fasadlari haqiqatda maza qiladigan joylaridan biri. Endi narxiga keladigan bo'lsak, 2 million dollar deb aytilyapti. Pastda telefon nomerlarini qoldirganman, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Rahmat.